Navbatdagi ishimiz qanaqa bo'lgan endi aka? Bu krashenniy MDFdan foydalanib qilib bergan mebelimiz balandligi 280 bo'lgan, uzunligi 496 bo'lgan. Stalishniy hissasi qalinligi 308 lik rossiyskiy bo'lgan, orqa fartuylari 120 lik glansivistdan bo'lgan, korpuslari rossiyskiy kranashpon laminatidan foydalanganmiz, oldi fasadlari krashenniy MDF kraskadan foydalanganmiz. Xo'p, bu mebelimizni eng qizil tomonlaridan bittasi 5 yilmi, 10 yilmi o'tgandan keyin metallskiy kraska sepganmiz. Bir qator polirovka qilib yuborsa, xuddi yana mashtastanani effekti beraveradi. Yana bilesni beraveradi. Shunaqa albatta turaveradi. O'rtalariga mana tillardan yugurtirganmiz. Chekalari ponni maloshli kraska sepilgan. Oynalari ham oddiy emas, shunaqa rangli qilib, juda ham chiroyli qilib berilgan. Bachkani ham bas, hamma tomonlama o'ziga yarashib turibdi. Xaladenni ustidan o'rab berilgan, tepalarimizga joy qilib berilgan. Tepalari chuqurligi 60 sm bo'lgan. Bu joyga barni stoyka joylab berganmiz. Meva-cheva, suv bemalol qo'yib bo'laveradi. Bu joyga kattaroq narsa solaman uka, misol mont qosqonlarim sig'adigan qilib bering degan, pasini ikkita katta qilib turib, tepasini maydaroq qilib berganmiz. Moslab berilgan. Bunday kelganimda nimam qayerda turishini bilay deb uyda egasi o'zi xohladi shuni. Oyna qilib bering, tepasini fonni dedi. Haqiqatan misol nimangiz qayerda turganini shunday ko'rasizda. Ochishni nima ekan deb shunday olib turib ishni bitkazadi. Bu joyga mana sushulka qo'yganmiz. Shuning uchun qulayliklari bo'lgan. Ruchkalarini hal qilib bo'ladi shekilli. Mo'kasi shu yerda bo'ladi. Qoshiq paddonlari bo'ladi, gaz plitasi bo'ladi, tepasiga vitishkalarini qo'yamiz. Bu joyda g'aladon qilganmiz ikkita tarafiga. Ikki taraf g'aladon bo'lgan, o'rtada gaz plita bo'lgan. Xo'p, gaz plitani tagiga duxovkasini, mikrovalnovkasini qo'yganda yopig'i eshik qilib qo'yganman, ikkitalik. Yopig'i eshik qilib qo'ygan. Endi bu krashenniy MDFga ponni ochib yuborsangiz suvni yopib ketadi. Necha puldan chiqadi aka narxlari? Xo'p, 1 pagonometrini 4 million so'mdan qilib berganmiz. Mo'kasi, semimitili, sushulkasi, qoshiq paddoni bonusiga bo'ladi. 5 ta narsa har doimgidek. Barni stoyka, gaz vitishkasi uyda egasidan bo'ladi. Narxini beradi, qo'yib beramiz. Endi sizlar optimal olasizlar-da, bitta olganlar uchun albatta. Hozir ham masobat shu ustaxonaga bugun ertalab 7 ta gaz plita, 7 ta vitishka keldi. O'zlari olsa ancha qimmat olishadi. Zakon 200 bundan foyda qilmaysizlar, asosiy qo'shib berilaveradi. Tan narxini aytamiz, aka, misol uyda egasiga borib 1 million 800 mingga bor, 1 million 700 mingga bor, 2 million 200 mingga. Qaysini tanlaganini qo'yib beraveramiz. Zo'r. Xo'p, navbatdagi ishimiz-chi endi aka? Xo'p, boshqona mebelimiz balandligi 260 bo'lgan, uzunligi 420 bo'lgan. Bu joyga xaladenligini joylab berganmiz. Tepaga ochiladigan eshik. Bular ham har doimgidek qo'yib yuborsangiz ketaveradi. Tepaga ochiladigan eshik bo'lgan. Orqa fartuylari 120 lik glansiviy granit qo'yganmiz. Stalishniy qalinligi 308 lik rossiyskiy ultradekor firmanik. Xo'p, gaz plitasi kontrolkali, vitishkasi hali buni to'kilarimiz yetib kelgani yo'q. To'ki bor joyda ham ishlatib qo'yib beramiz. Xo'p, bu joyda mo'kasi har doimgidek tagi temirlik, original narsa qo'ygan. Aka, bu temirligi. O'zimiz tavsiya beramiz. Misol yaxshisini ayting desa aytamiz, lekin narx qo'shilib qoladi bu narsaga. Qancha so'm qo'shasiz, narxini aytib beramiz, davay desa bosamiz. Bu joyda sushulkasi. Bu joyda mana musur paqir. Musur paqirlari bor har bitta. Bu joyda mana qoshiq paddoni. 1, 2, 3, 4, 5 ta bonusi bor. 5 ta bonusi bor. Bu qatga tayyorlandi endi aka? Xo'p. Bunimiz Namangan 3 ko'prikka. Namangan 3 ko'prik. Namangan 3 ko'prikka. Necha puldan qilib berdingiz endi aka? Xo'p, 1 pagonometrini 3 million 200 ming so'mdan qilib berdik. Mo'ka ashta bonusi, 5 ta bonusi bor. Gaz vitishkasi uyda egasidan bo'lgan. Xo'p, dastavkamiz Andijon bo'ylab deganmiz. Misol borib uyda o'lchab kelishdik. Dastavkasi ham bizdan bo'ldi. Namanganga qilib berdik. 1 pagonometri 3 million 200 ming so'mdan Turetskiy kashtan ima akrildan foydalanib quyma ruchka qo'yib berdik. Qoyil, quymasdan qo'yib berilgan. Xizmati ham uzoq bo'lar ekanda. Bemalol xudo xolasa maza qilib ishlatadi uyda egasi. Asosiy zakazga qarab joylardan kelib chiqib turib yana kelishilaveradi. Albatta. Bu ishimiz ham mana kattagina bo'lgan, juda ham chiroyli chiqibdi. Necha metr bo'lgan endi aka? 8 metr. 8 metr. Balandligi 275 bo'lgan, bu tarafi 385 bo'lgan, bu tarafi 410 bo'lgan. Xaladenligi ham bor bu joyda. Xaladenligi ham joy tashab. Xaladenlik tepaga ochiladigan eshik qo'yganmiz, gaz balon qo'yadigan joy qilib berganmiz, pastini maydaroq polka qilib berganmiz. Xo'p, bu joylar rabochiy stol bo'lgan. Eng qizig'i oq shurupda, yevro shurupda yıkamiz. Yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'ysangiz. Eng yaxshisida. Eng yaxshisida. Demak, xudo xolasa ancha-muncha qo'yib yubormaydi. Umuman hali qimillab, granitlari ham chiroyli chiqdi, ranglari ham. Tepalari ham ponni ikkitali polka.
Demak, bemalol o'sha hamma narsalar shekka joylanib ketadi. Albatta, hamma yo'lni polka qo'yganmizda, narsam ko'p dedi. Shu sababdan Bu joydan ham unumli foydalanib joy qilib qo'yibsiz. Bunchaga ham qo'lingizga, men qo'lim endi tegdi. Qoyil. Bu yerda ham ikkitalik polka, bu yerda ham ikkitalik polka. Bular nech puldan chiqadi endi aka? Xo'p, bir pagonometri 3 million 300 ming so'mdan qilgan mebelimiz. Bu joyga mana sushulkasini o'rnini teshib tayyorlab qo'yganmiz. Bu joyda mo'kasi bo'ladi. Mo'kasini tagida motori bor ekan, motorining hisobiga shu yechimni qildim. Ha, demak, joydan kelib chiqib turib, shu yechimni Ha, qilib endi misol mebelni butun qilib olib borib u yerda borib kesib, qiynalgandan ham bir yo'lasidan kessangiz yoqmaydi. Uni o'rniga shu holatda korobka qilib qo'ydim. Buni ham hech nima bo'lmaydi. Ustiga ham siz hech nima ketmaydi. Oshiq-moshiqlari ham behijolatidan, originaldan qo'yganmiz. Vakuumli. Bu joyda mana qo'shib paddoni bor. Buni ham mana mo'kasini qo'yib beramiz bonusiga. Mo'kasi, mana mo'kasi ham mana mo'ykadan. Originalidan. Taylari shumka qilingan, semisidil taylari temir bo'lgan. 5 ta bonusi bor. Musur paqiri, mo'kasi, semisidili, sushulkasi, qo'shib paddon. Gaz plitasi, vitishkasi uyda egasidan bo'lgan. Hop, duxovka, mikrovalnovka qo'ygani joy. Bu tarafini katta qilib berdik. Xamir-pamir yoyib ish qilsa ham bo'laveradi. Ish ustoli. Bu yer keng bo'ldi mana. Bu yerdan boshlab bu yergacha 2 metr bo'lgan. Bemalol foydalanasiz. Albatta, bu joyi ham mana katta-da, maza qilib ishlatadi uyda egasi. Aha, tester deganlarga ham qilib berilaveradi, aka. Albatta. Shunga qarab ketaveradi. Ha, tepasini chuqurligi 60 sm bo'lgan, o'rtalari 35 bo'lgan, taylari 50 sm ga chiqqan ish. Eng asosiysi bemalol narsalarni joylasalaring, chetga akkuratlik bo'lib joylashib ketaveradi. Boshqa joyga qo'yib o'tirishmaydi. Yo'q. Kattagina bo'lgan ekan. Uyda egalari o'zi uchun komfort, chiroyli qilib sharoit qilishgan. Buchkalari ham quymirishga qo'yganmiz. Korpuslari ham, oldi fasadi ham 100% PVX kromka bo'lgan. Torsa tirnag'ida. Demak, ichilarini ham qilib bergansizlar. 100% tashi. Ichi tash. Ko'pchilik ichini birov bilmaydi-yu, deb ichini qilmaydi, lekin sizlar qilib beraverasizlar. Ha, tekshirib olib bemalol. Bemalol obonamiz qo'yamiz, mebelni ko'radi, tirnag'ida tortib chiqarib olsa pulini bermay qo'yaveradi. Zo'r. O'zdan ishlangan garantiyalar. Garantiya beramiz. Stalish listasiga, oshiq-moshiqlariga hamma yo'q arigina. Qaysiga osilib berdim, menga osilaymi? Xohlasangiz bunga osilveraman. Zo'r. 78 kilo, 79 kilomiz. Bu qayerga dedik ishimizni? Andijon, o'zimiz Andijon shahari, Qum bozordan kirganda 80 metr Jalavekka. Zo'r. Xo'p, nech puldan chiqadi aka? Bu nech puldan nech pulgacha chiqarib beraverasiz shu ko'rinishda? Bir pagonometrini 2 million, 3 million 200 ming so'mdan olganmiz bu mebelni. Gaz bitishkasi uyda egasidan bo'lgan. Mo'ka, asha 5 ta bonusini biz qo'yib berganmiz. Dastavka, ustanovkalarni olib borib qilib beramiz. Fartugida bir uyumali granitlarni ham bizdan olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatib beradi. O'zi u ham material ko'p, anchagina sarflab beradi. Ha, albatta. Aha. Navbatdagi ishimizchi aka qaysini? Bunisidan bir obzor qilaylik. Bu oshxona mebelimiz bu yog'i 340 bo'lgan, bu tarafi 248 bo'lgan. Manzili Andijon Marhamat tumaniga bo'lgan. Bu joylarga kalyonni oyna qilib berganmiz. Chekalari svetini ulasa yonadi. 100% mana polkalari ham oynali bo'lgan. Oldi fasadlari kalyonni, chekalari profilli oyna qilingan. Hop, bu joyga katta duxovka tushadigan shkaf qilib berganman, tepasiga mikrovalnovka tushadigan qilib berganman. Qo'y. Hop, mikrovalnovka ham Hoffman firmaniki, gaz plita ham mana Hoffman firmaniki. Eng yaxshi firmalardan. Duxovkasi, gaz plitani ham Hoffman olganmiz, vitishkasini, biroq vitishkasini qo'yib turibmiz hozir, buni egasiniki o'zi uyga olib berib yuborgan. Bu joyga halodenli mebel ichida tursinka dedi, balandligi 185 lik halodenligini joylab berdik. Hop, bu tarafida endi рабочий stol. Bu taraf oynasi bor. Oynasining tagiga stalishisan tagidan polka qo'yganmiz. Ikkita pufichasi bor. Mana bu pufichalar shunda o'tirib, misol oyna tarafga qarab, kofe ichib, ertamanni zavtrik qilganni sharoitlarni qilib berganmiz akaga. Hop, bu joyga gaz plita joylaganmiz. Tanning roli mana ko'rinmaydi. Ha, yashirin tayda bo'ladi. Laminat tagi. Polni, tanning roli. Bu rolini qanaqa holatda sursangiz ham sekin yopiladi. Shovqin yo'q. Shovqin yo'q. Zo'r. Hop, stalish listasi qalinligi 308 lik, rossiyskiy, eng originalidan yaxshisidan qo'yganmiz. Oldi fasadlari ham toza akril materialdan Rossiyanikidan qo'yib berganmiz. Hozir bu yerda salafani bor. Sizlarga shu holatda ko'rinishi mumkin. Bittasini ishlatsak bo'ladimi aka? Salafani ham bir qavatli emas, bu 2 qavatli. Ha, 2 qavatli bo'ladi. Bu avval o'rnatilgandan keyin polni remont bo'lgandan keyin bitta ochib berasizlar, to'g'rimi? Yo uydagilar o'zi ochib olaveradi. Bo'lgandan keyin uydagilar ochib oladi. Endi iPhone olsa ham ochyapti-yu 1700 $1,5 dollarga. Ha, bu ham bitta iPhone'ning puli. Bitta iPhone'ning pulida. Zo'r. Bu tomondagichi endi aka?
Bu narxini aytmadi-ku. Bu narxi nech puldan chiqardi? Bir pagona metrini 3 million 200 ming so'mdan qilib berganmiz. 3 million 200 balandligi 2,5 metr bo'lgan, polkalari ham chuqur. Ha, polkasi ko'p 1 ekanda. 2 3 4 talik bo'lgan. 4 ta hisoblanadi. Zo'r. Haytay posonda qilganmiz bezruchka. Bular ham Bezruchka. oshir-moshirlari ichkilib kengayib ketmasam bo'ldi o'zim. Keyin aka bu oshiq-moshig'da ham har xili bor ekan. Ko'pchilik aytgandaqa eng arzondan boshlab eng qimmatigacha ketaverar ekan aka. Mana uncha usta olib berilmasa kerak eshiklarini. Alohida qilib ko'rsatib. Qaysi eshigimni olib beray? Uka, meni ham olib beraymi? Qoyil. Buni ustalar o'zi biladi-ding, firmani qanaqasini. Ha, buni ham olib beraveraman mana. Qaysi birini desiz olib beraveraman. Zo'r. Mana. Bemalol ko'rishaveradi-ding. Original oshir-moshir. Zo'r. Demak, mana hammasini chiqarsak bo'ladi. Zo'r. 100%. Aytganimizdaqa, siz necha kilo edingiz? 77 kilo. 77 kiloda bemalol ko'taryapti. Xohlagan eshigini olib beraveraman qo'liga. Zo'r. Demak, chetdan sifatini mana bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Ha, endi 15 ming so'mlik petla qo'yganmiz-da. Yaxshisini. Ha, bozor posonda unaqalar qilinmaydi. Meni ham chiqarib bering. Hozir bu yerda nechta ishlatilgan o'zlaring bitta hisob-kitobini qilib qo'yaverasizlar. Eng kami. Albatta, har bitta ishga eng kami 30 tadan petla ketadi. 30 ta eng kamida. Mana kichkina ishimizga 30 ta petla ketadi. Qo'y. Xo'p, bu oshxona mebelimiz mo'kasini joyiga qo'yib turamiz endi. Aha. Balandligi 240 bo'lgan, uzunligi 280 bo'lgan bu joygacha. Buni tepasi bonus har doim. Bonus bo'lgan, xolodilniy qo'yilaveradi. Ha, xolodilniy qo'yib olsa bo'laveradi. Bu yerlari 2 talik polka bo'lgan. Bu joyda mana sushilkasi bor. Bu joyda mana qoshiq poddomi bor. Germetkalari ham tayyor. Olib sirarda qilib bergan. Olib qo'yib beramiz. Siz ham videoda olamiz, qochamiz-da. Xudo xolasa o'rnatish boshlanadi egalariga. Albatta. Qalinligi 3.8 lik stalishnikda bo'lgan, orqa fartular 1.20 glansli har doimgidek bo'lgan. Quyma ruchka bo'lgan, originalidan bu ham. Yaxshisidan qo'yilgan. Yaxshisidan. Gaz plita kontrolkali, vitishga mana ishlashi endi mana shuni ulab qo'yganman. Mana ulangan holati. Tortishi ham. Mana qo'lda ishlasangiz ham bo'ladi. Qo'yil. Ishlashlari behijolat. Motorini ham ko'rsatib beraylik. Eng ko'p qo'yilayotganlardan aka bu ham. Ha? Hozir sotuvi yaxshi bo'lib turganda. Ichida bunaqa ko'miri bo'ladi. Bunaqa ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Yoqpodi shimadi shu. Nurini axlat to'lib qolmaslikka yordam beradi. Dimoxod gofra bo'ladi, bulardiki yiltiraq qog'oz. Ash to'lib qolmaslikka yordam beradi. Zo'r. Bu o'zi nech pul turadi? Xo'p, 1 million 150 ming so'm. Zo'r, kelishuvga qarab qo'yib berilaveradi. Albatta. Endi agar xohlasa arzonrog'i desa, ikkovi kompligi 1 million 500 ming so'mga ham bor. Bu narsa 1 million 2 million 200 ming so'mlik narsa ekan. Tepalari cho'yan quyma bo'lgan, ruchkalari ham temir. Ha, bular cho'yan bo'lgan. Cho'yan quyma temir. Quyma. Xizmat Bu ham uzoq quyma bo'ladi. temir bu ham. Erib ketmaydi ancha-muncha. Erib ketmaydi. Zo'r. Suv putosda o'chadi, uyda gaz propan yoqar ekan, propanga moslab tayyor qilib qo'yadi. Katta kichkina ishingizga ham 5 tadan bonus qo'shib beriladimi? 5 tadan qo'shib beraman. Qo'y. Nech pul chiqqan endi bu ishimiz aka? Bir pagona metri 2 million 500 ming so'mdan chiqqan. Stalishnik hissasi qalinligi 3.8 endi ko'pchilik 4 deydi. Biz kitobiy gapiryapmiz. 3.8 lik bo'lgan. Orqa fartik granit bo'lgan. Korpuslari rossiyskiy kranishpon laminati bo'lgan. Hop, oldi fasadlari mana kashdan emas. Turetskiy akrildan foydalanganmiz. Tepasini oq qilganmiz, pastini mo'qri qilganmiz. Rangni bir-biriga kombinatsiya qilganmiz. Zo'r. Xo'p, endi aka bu qayerga ketadi egasi? Xo'p, Andijon viloyati Do'stlikka. Do'stlikka ketaveradi. Chegaraga ketadi. Zo'r. Hammasi aka ijtimoiy tarmoq orqali zakaz olib, Hammasi. hammasini ijtimoiy YouTube, Instagram ko'rib zakaz qilishgan, ishonib, mana o'zlarining sexlari turibdi. Aytganimizdek, hozir brigada ichkariga kirib dam olib turibdi, chunki biz video olyapmiz. Xo'p, bundan tashqari yana bitta ishimiz bor dedingiz, upakovka holatda. Ha, upakovka u Buxoroga mashinangiz oldida turibdi. U nechiga necha bo'lgan? Xo'p, telefonimda naqasi ham bor. Mana qilib, misol uzoqqa bo'lsa, upakovka qilib, qog'ozlarga o'rab, urinmaydigan qilib, bunaqangi smart mo'ka deb qo'yamiz. Aha. Original mo'ka manaqa 5 xil funksiyali mo'kalarni qo'yib bergan. Qo'y, stakan yuvsa ham bo'ladi, adashmasam. Buni yig'ilish jarayonini hozir telefonimizda ko'rsataman. Yig'ishga qiynalishmaydimi aka? Mana tayyor mana shu mebel. Aha, shu holatda bo'ladi. Mana mo'kalar ochilgan. Chekkada mana mo'kasi bor. Etap-meta hammasini raqami bor. Mana gaz plita bu holatda tushadi, tepasiga ichga tushadi. Endi detalni qayerdan bilib olaman desa, meni bosadi. Mana ikkita bossa tepaga ochiladigan eshik ekan. Demak, razmeri kerak bo'lsa 63 ga 49.8 ekan. Zo'r.
Stolishniklarning razmeri 60 ga 130 yarim ekan. Xo'p, g'aladonni razmeri kerak bo'ladigan bo'lsa 27 ga 49 7 ekan. Bu yegish juda oson. Zamon rivojlanib, o'zi Albatta. hamma narsa osonlashib ketyapti. Ertaga aytganimizdek qo'shni davlatlarga chiqarib bersangiz ham o'zini ustalari yig'ib beraveradi. Ha, bu oddiy usta, misol mana shunaqa ko'hniyda, Mebel sohasini tushungan mebel odam. sohasini tushungan odam bo'lsa yig'ib bera oladi. Zo'r. Mana shu holatda programmadan foydalanib bemalol yig'sa Albatta. bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, bu mebellarimiz orasida eng uzog'i bo'lganini usulogini aytib beraman. Aha, tayyor bo'lishi. Ha. Mana shu oshxona mebelimiz kraskadan tayyorlanadigan oshxona mebelimizni olganimizni 1 oyga olganmiz. O'tgan oy 7-sida olganmiz. Bugun 2-chislar bo'lsa hali 5 kun bor o'rnatishimiz. Yana muddatlaring bor. Ha, 5 kun muddatim bor. Mebelim tayyor, joyi tayyor, xudo xolasa olib borib o'rnatib. Eng uzog'i shu. Bu mebelimizga 1,5 hafta bo'lmadi hali. Bo'lsa 10 kun bo'ldi. Mana mebelimizga 7 kun bo'ldi. Demak, 1 oy 2 oylab kutishmaydi. Yo'q. Uzog'i mana krashinni MDFdan qilib bermanga deydigan bo'lsa 1 oy kutadi. 1 oy kutadi. Agar bu holatda mebel qilib ber deydigan bo'lsa 15 kun kutadi. 15 kun. Agar bu holatda mebel qilib beradigan bo'lsa 1 hafta kutadi. 1 hafta. Katta kichikligiga qarab, qo'l ishlashiga qarab, kraska mehnatimizga qarab aytamizda biz. Ketaveradi. Xudo xolasa asha kelishilgan narxda aytilgan narsa olib boriladi. Bu ham misol hamma yo'g'ini original narsa qo'yganman. O'zimni tog'amga yo amakimga yo xolamga boshqaga emas. Asha misol internetda shu tarmoqda kuzatgan odam telefon qilgan, bordik, gaplashdik, bitishdik, qilib beryapmiz. Bu ham xuddi shu internetdan ko'rib telefon qilgan, mana narsa qo'yib bering degan, qo'yib berdik. Bu ham shu Farg'onadan Oltiariqqa aka telefon qildi, uka kelib bir mebelimni o'lchab bering dedi, borib o'lchadik. G holatida ekan, aka rasxotingizni arzonroq tushsin, tekis qilib qilaylik deb maslahat berdim, ko'ndi, shunga qilyapmiz. Zo'r. Har bittasi o'sha videoda ko'rgandaqa yetib boriladi. Aytilgandaqa dizayni deydim, materialmi, aytilgan narsani ziyoda qilib beriladi aka. Borganda men daftarimni ham naqliman. Keyin o'sha ishdan aka ozmoz bonuslar ham qilib beraveramizmi? Chegirma agar ishlarimiz katta bo'ladigan bo'lsa. Nimasi misol? Misol deylik, mana 20 metrlikdan oxirida laxtaylari bo'lsa, ozmoz o'tib beraveramizmi? Ha, o'tib beramiz. Ha, mana shu ishlar shu holatda bo'ladi. Ha, mana shu holatda chizma qilamiz. Zakazlarimiz. Ha? Mana yozilyapti. Stolishniksa turli yozuvimiz ham o'ta chiroyli. Uskiy mo'ka deganmiz, granit deganmiz va nomerni yozganmiz, narx-navosini yozganmiz. Olgan zakatimiz mana shu 7 millionlik ishga 1 million zakat olgan ekan. Ha, demak 1 million olgansiz xolos. Mana ishga 3 million olganman xolos. 23 millionlik mebelga 3 million. Nariga 28 millionlik mebelga $100 zakat olgan. Ko'pchilik 70% ni bering, 50% ni bering, keyin material olaman deyshasizlarda. Yo'q. O'sha aytganimizdek 10% bersa ham qilib berilaveradi. O'sha deylik. 25 million, 28 millionlik mebelga 1 million 200 ming. Endi u 5% hamma biz. 5% ham bor. 5%. Kelmoqchi bo'lganlarga sexingizni adresi. Andijon viloyati Bo'taqara qishlog'idanmiz. Aha. Xudo xolasa kelib, mana shu ustaxonamizni ishlarni ko'zimdan ko'rsin. Ko'rib, zakolatni chetda berib ketishaversin. Albatta. Agar xohlaganlar telefon qilib, manzilini, lokatsiyasini tashlasin. Borib o'lchab qilib beraveradi. Xudo xolasa aldov yo'q, yolg'on yo'q. Realniy narsani olyapmiz, realniy gap gapiryapmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaversin. Siz nomingizdan sizda chiroyli qilib bo'lsin. Chegirmalar bor. Albatta. Kanallarni pastda qoldiramiz. Akalarimiz ham mehnat qilib o'zlarining qilgan ishlarini, videolarni qo'yib borishadi. Qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib, akalarimizni kuzatib yursalaring, chunki hali hech qayerda chiqmagan yangi mebellar videosi o'zlarining kanallarida doimiy har bitta klientning videosini qo'yib boradilar. Qo'llab-quvvatlab, akamizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat.